sera, bate bunda, treme sera, bate bunda, treme sera, bate, 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 pera, pera, bate bunda, treme sera, pera, bate bunda, treme sera, Jizzax Politexnika instituti undan keyin shahar qurilishi va loyihalar o'tgan yili hozirgi kunda kadastr yo'nalishi bo'yicha o'tgan yil qabul qilingan. Jami magistrlar bilan kafedramizda 267 ta talaba bor. Shundan 254 ta bakalavr magistrlarimiz magistr ana shu 22 ta professor o'qituvchi darslar beradi. Hamma fanlar 60 45 ta arxitekturalik yo'nalish asosida. Institutimizda 24 ta kafedra bor, 5 ta fakultet bor. Institutimiz hududida 19,5 gektar yer maydonida joylashgan. 3 ta o'quv korpusi bor, 4 ta yotoqxonamiz bor, sport zalimiz bor. Yana eng qizig'i, hozir borib ko'rsataman, ishlab chiqarishimiz bor. Narigi binomizda leksionniy zallarimiz bor, katta-katta. Butun sharoitlarning hammasi bor, o'qishlarimiz. IT sentrimiz bor. Quyosh panellari ishlab chiqariladigan 2 yil oldin prezidentimiz tashrifida topshiriq bergan urinadigan quyosh panellari ishlab chiqaradigan katta zavodimiz bor. BYD zavodining kichkina formadagi o'quv maktabi bor. Hozir ko'rasizlar. Ko'zlarim bilan ko'rasizlar. Xullas, mana shu zavodning ichidagi hamma proseslar chiqib ketgancha hamma narsasi. Hozir bu yerda sizlar mana hozir klassda arxitektura kafedrasida rasm, akvarel, rang bo'yab rasmdan loyiha kirib ko'rishlarini. Com popo é vapo, vapo no setor é vapo, vapo do vapor, vapo, vapo no setor é vapo, vapo do vapor, vapo, vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor, vapo, vapo do vapor, vai tomar vapo do vapor. O mano te convocou, então vem sentar com o popô. O mano te convocou, então vem sentar com o popô. É vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor, vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor, vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor, vapo, vapo no setor, é vapo, vapo do vapor. Convocou, então vem sentar com o popô. É vapo. İçimizde gelecekte mana shunday qo'limizdan natijor chizish, qalam tasvirni eplolsalaring, bu menimcha amaliy imtihon bo'ladi bunda. Amaliy imtihon yo'q. Umumiy imtihon bu ilgarigidek rasm yo'q. Ijodiy imtihon yo'q. Lekin mana shu yerda o'qitib chiroyli qilib arxitektor qilib chiqarib olamiz. 27 ta bu yil bitirgan bo'lsa, 27 tasini ikkinchi kursdan o'sha ishga joylashtirib, men o'zim boyaga ishlab chiqarishda shahar boshqarib hammasi shogird. 60 ta loyiha tashkiloti bor. 80 dan ortiq, 600 dan ortiq qurilish tashkilotlari bor. Ikkinchi kursdan joylashtirib qo'yamiz. Tayyor bo'lib ishga chiqib ketadi. Kompyuter o'rgatadigan domlalarimiz bor. O'zbekistonda nima ko'p, endi hozir nima bo'lyapti? Asosan
qurilish bo'lyapti. Qurilish. Shu qurilish bo'lishi uchun albatta bizga rang tasvir, qalam tasvirda ishlaydigan kadr yetishmovchilik albatta bo'ladi. Endi bundan buyon oxirgi yilda faqat zamonaviy shaharlar, zamonaviy uylar, zamonaviy texnikalar tasvir chiqarish uchun nima kerak? Albatta tasvirni chizib beradigan odam kerak. To'g'rimi? Loyihachi kerak uni, asoschi kerak. Hoje vou pro Mandela, de pé aqui na mão. Cheguei na viela, ela fez um babão. tekstura mana material qanaqa bo'lsa, misol uchun yog'ochmi yoki qormi, misol uchun emulsiyasigacha misol uchun qanaqa kraska bilan, laka kraska bilan farqi yo'q. O'shani material beriladi. Unda koronnaga tashlanib render qilinadi. Renderda hozir hayotda qanday ko'rinsa vizuali o'shanday ko'rinib chiqadi. Lumionda ishlaysiz. Lumiondan ishlaydi. Lumion ham koronnaga o'xshagan render qiladigan programma bor. Biladigan bilan misol uchun qatlaman qazilgan qatlamandan tortib sonini oxiri tushirib bekilib qo'lda taxlangangacha bo'lgan misol uchun eshitdinglar armaturani Ola eshitamiz. bog'lanishi kerak bo'lgan joylarigacha realitda ko'rsatiladi. mayli loyihalar Hozir kompyuter sohasida bemalolgarchilik bo'lib ketgan loyiha. Mana yana qaranglar, mana loyiha, mana institutning hududi. Boya men aytdim-ku, institut bilan qisqacha Sherzodxonni tanishtiray. Mana hozir asosiy Ola, qara eshitamiz. Mana bu asosiy korpusimiz. 19,5 gektarda joylashgan mana shu. Mana bu A korpusi narada qurilgan bu leksiya zali, mana ishlab chiqarish zonamiz. Narigilar yotoqxona. Mana to'q qizilda qilinganlar sport zal, ikkita 1000 o'rinlidan 2000 o'rinlik o'quv binolari va nariyada o'qituvchilar uchun uy-joylar, bog'chasi bilan. Mana yotoqxonamiz. Mana shunday qilib kelajakda mana shu narsani qilmoqchi bo'ldik. Bu loyiha. Loyiha. Buni biz o'zimizning talabalar birgalikda ishlab chiqdik. Mana undan keyin biz Sherzod aka mana yo'lga qo'yayapmiz shu narsani, mana Jizzax rejim, Jizzax viloyati sovg'a uchun qilinayapti. Mana shuni hozir domlalarimiz boshchiligida mana shu narsani biz ishlab chiqarishga yo'lga qo'yayapmiz. Ham ular nimani o'rganadi? Naqshni o'rganadi, rangni o'rganadi, chizishni o'rganadi. Mana shunaqa variantlari bor. Chiroyli bu. Mana shu Bildik. narsalarda mana shu talabalarimiz o'rganib chiqaryapti. O'rganayapti. Qani ko'ryapsizlar, kasbning qanchalik kuchayishi. Bu arxitektura yo'nalishida. Nariyada bizda bor transport ishlab chiqarish bor, bino inshootlar bor. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse bobo. Vai, quer, caô. Ela cheia de tesão e eu arregaço esse corpo. Vai, quer, esse caô. Ela tá cheia de tesão e eu arregaço esse corpo. Ela tá cheia de tesão, eu vou te fuder com amor. Mina linda, safadinha, arregaça esse corpo. Vai, quer esse caô. Ela cheia de tesão e eu arregaço esse corpo.
bemalol kelib hammasi bilan tanishib mana shu joyga o'qishga kelsangiz ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bizda boshqa kutubxonalarda pulli xizmat bo'lsa, bizda hammasi tekin. Mana kutubxonamiz, ya'ni elektron bo'limimizda bemalol o'zi qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Dars tayyorlashingiz mumkin. Vem caixa tá preparada pra fuder sua safada. Vem sentando na piroca, sua piranha safada. Vem, vem fuder, 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 vem, vem fuder. Vai xerequinha, toma, 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 toma. 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 Vem, vem fuder, 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 vem, vem fuder. Hoje eu vou te pegar, te deixar de perna bamba. Hoje eu vou te pegar, vou te deixar de perna bamba. Vai xerequinha, toma, 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 toma. Vai xerequinha, toma, 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 toma. Vem, vem fuder, vem, vem